Tugana, mana sizga ham kiyoldigini zo'rib ketamiz. Aytma degan boy bo'lib ketamiz. Oy, qanday mazza. Anular ikkovlarini qara. Yangi kelishib chekinaverasiz. Boy bo'laman deyapti. Boy bo'lib ketishar yaqinda. Ertaga sertifikatga boramizmi degan? Bittada o'tib kelamiz deganda. Bittada sertifikat olaman deyaptimi? Hatto bittada sertifikat oladi. 90 marta sertifikat borib 90 marta yiqilasa, oxir ololmasa deport olib ketasiz O'zbekistonga. Degana, uylarni qanday chiroyli. Avitada shunaqa zo'r kvartira topdim degana. Nizommikan? Ayni kelamiz, отдельно turamiz degan. 15 ming rublmikan? Yo'q, talpada turmaymiz endi. Oy, Avitodan kvartira olarmish. Avitodan kvartira esingiga mana beradi. Tugana, registratsiyani qaytamiz. uyga aytamiz, qo'yib beradi. Kecha keluvdik, qo'yib beringsa qo'yib bersa kerak a? Ha, qo'yib beradi. Xavotirimiz zo'r bo'ladi. Hazaykasi registratsiyaga qo'yib berarmish. Deb qo'y 15 mingdan pullarini olishadi, keyin qilib beradi. Yana bazadan chiqsa, Yangi kelganlar orzu qilishyapti, deb qo'y orzu qilib olasiz. Tugana kelganimizga 15 kun bo'lib qolibdi. Prem olamiz, pul jo'natamiz a? Aytma. Oy, ketdi. 15 kunda oylik olib uyga jo'natisharmish. To'g'risiz oylik olib uyga to'g'risiz pul jo'natilmaydi. Tushlarida Rossiyani ko'rib kelishgan shekilli. Ikkinchi kemaning bu Rossiyasiga to'ydim, yelkamni chuqur ko'rsin. Ikkinchi kelmaymiz deb ketishyapti-ku o'sha. Bir oydan keyin shipillab qaytib kelishadi.